Jonim dadam, mana ana shu Monzacha sizga o'g'lingizdan sovg'a. To'xta. Pulni qayerdan olding? O'g'lingiz siz uchun kuchukdagi ishlar o'tiranki dada. Mana mashincha mining maza qilib. Ana qara, qara, amsiyani bachasi dadasiga mashina sovg'a qildi. Bizni bacha yetdan yetiga oqqanni ham men olib beraman. Qachon odam bo'lasan sen? Yo'lima tegdi bular. Jonim dadam, mana sizga o'g'lingizdan Toshkent Citydan 2 xonali uy kalitchasi. Rostdan Toshkent Citydan. Ha, maza qilib yashang dada. Rahmat, bacham pulni qayerdan olyapsan? Oqay, siz uchun o'g'lingiz kuchukdagi ishlar o'tiranki dada. Mushtipar dadanga uy sovg'a qilibsan, senga 1000 bo'lib kelsin bacham. Rahmat. Ana, qara, hamsiyani bachasiga qara. O'tgan safar mashina sovg'a qilibdi dadasiga. Endi uy sovg'a qilibdi. O'g'ay, men ham ishlab o'tiribman-ku. Sen ishlagan puling 2 kilo kartoshka bilan 1 kilo piyozdan boshqa hech narsaga yetmaydi. Ket ko'rma yetmak. Ibi, hamsiya jon tinchlikmi, nima yig'layapsiz? Bacha qamaldi-da. Ibi, nimaga qamaylar? Sizni bachangiz mashina uy sovg'a qildi-ku. O'g'irlik qilgan ekan. O'g'irlik. Ana, ko'rdingizmi? Faqat hamsiya bachasini maqtaydingiz. Qamalibdi-ku o'g'irlik qilib. Men buni bachasini aytganman, men Ibrohim bachasini aytdim. O'zi Ibrohim bachasi sendan o'lsa ortiq. O't bo'ya kartoshka bilan piyoz olib kel. Bachang o'zi aptidan ma'lum o'g'irligi. Everybody knows that.